Qassobxona 4 xonalarga minusavoy xolodilnikimiz. Xudo xolisa bu o'zimiz ishlab chiqarilgan do'stlar. Aynalar 2 qavatli qilingan do'stlar, hamma tomoni 2 qavatli. Endi taxminan -10 ko'payib ketsa -15, balkim undan ham ko'p va'da bermayapmiz, чтобы yolg'on bo'lib qolmasin deb. -10-15 gacha do'stlar xizmatini qilib beradi, plyusavoydan qilib beradi do'stlar. Bemalol haligi go'shtlaringni muzlatilgan holatda ham qo'ysin, ham tortlaringni ham ushlab beradigan. Xudo xolasa buni 2 xil, 3 xil razmerlar bor. Aynan shunisini razmerini aytyapmiz. Sizga kattaroq razmer kerak bo'lsa, aloqachilarni berishadi. Xo'p, razmeri 176. Eni tak 63,5, 64 sm deylik. Jicha kichikroq, shuni hisob qilasizlar. Bo'yi 126, 27 ham deylar. Jicha kattarog'ini aytyapmiz, chunki gohi insonlar bizni Damasga sig'adimi, Laboga sig'adimi so'rayotgancha aytyapti. Xudo xolasa boshqaruv operator bu tomondan keling. 220 deyishadi do'stlar, mana 220 deyishadi. Upravleniyasi bor. O'sha minusavoy yoki plyusavoy temperaturani qo'yib qo'yganingizdan keyin bosib qo'yasiz, bo'ldi. O'sha temperaturaga yetgandan keyin avtomatik motor o'chib turib, ekonom rejimda ishlaydi. Plyusavoysiz plyusavoyda ushlab turadi. Ishlash prinsipi mana do'stlar, battan fu deydi, ichkarini ko'ring, temperatura baland. Battan fu deydi, nariyoq tomondan fu deydi. Ikki tomondan polni sirkulyatsiya qilib, havoni muzlatib beradi. Qo'shimcha lampochkalar qo'yilgan, modga aynalar qo'yiladi. Hozir aynani qo'yganimiz yo'q. Aynani qo'ygan eng qiziq tomoni nimalarini mana yog'on tomonni ko'rgan bo'lsangiz, buni regulovka qilib bo'ladi, ya'ni teparoq, pastroq qilib biz klientni qiziqishiga qarab turib mana qo'yib berdik oldiga. Oyna bilan qotirilgandan keyin bemalol ushlab olaveradi. Xudo xolasa sveti o'chirilib yoqiladi. Mana o'chirib qo'ysan ham yoqsan ham bo'ladi alohida. Xuddi shunday motori ham mana motori o'chdi. Buni narxi do'stlar $1510 qilib beryapmiz. Biz optim bo'ladigan narxlarni aytyapmiz do'stlar. Endi bundan kichirog'i ham qilib borsa kerak bo'lsa qilib beramiz do'stlar. Bundan kattarog'i ham qilib beramiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari mana orqamizda xolodilniklar bor. Bu yerda ham o'sha pромышленный xolodilniklar, bular plyusavoy, xolasiz oldi ochiq, xolasiz oldi yopig'ini ham qilib berishaveradi. Xohlaganingizda. Bularning narxi $1100 mida shunaqa edi. Taxminan $1100 do'stlar, yana ekranda raqamni qo'yib qo'yganmiz, aloqaga chiqasizlar. Mahsulot ko'ryapsizlar, juda ham ko'p, shuni hisobiga qaysidir narxda plus minus $10-50 aqa-baqa aytgan bo'lsak, rozi bo'lib qo'yasizlar. Ana narxda ekranda nomerga aloqa qilsalaring, xudo xolasa mana Shohrux xodimimiz bor. Chiqsalaring, bu ham yangi xodim oldi, nabodi bu ham bilmay qolsin nima qilasizlar, katalogga qarab sizga narxini chiqarib beradi. Faqat nimasini aytib bersalaring, xohlasalaring tashqi meva-chevalarga xolodilnik, xohlasalaring ochiq xolodilnikini qilib berishadi. Bu mana ya'ni yopiq xolodilnik. Polni ochiq qilish kerak bo'lsa, polni ochiqda ham qilib berishadi. Bunda ham xuddi shunday chiroqlari yonadi, polkasi bor, polkasining eni bunisi endi kattaroq bo'ladi. Buni mana o'sha 90, 95, 1 metrlari bor. Mana katta kichigiga qarab turib, xudo xolasa. Ekranda raqamni qo'ydik, aloqaga chiqarsangiz, bundan tashqari boshqa qanaqa jihozlar kerak bo'lsa, oshxona, restoran, kafe bizneslariga aloqaga chiqaringlar.